Assalomu alaykum hurmatli insonlar. Shu qo'yni tezagini bekarga olmayapman. Bu yerga boqyapman. Bu yerda hali hanuz qo'y boqishyapti, bog'ni rasvo qilib yuboraman. Qo'rqmasdan olib kelishmayapti. Chunki boshqa yerlar qurib ketgan. Shu yerda baxmasa bo'lmaydi bular. Mana shu yerda endi dalada egizish bo'lib, endi tagidagi o'tga harakat qilishyapti. Bu yerga qanchadan qancha pulimiz ketdi. Mehnatimizni qo'yaring endi. Kechasida odamlar uxlab yotganda biz suv quydik bu yerda. Qandaydir transport vositasi chiqibdi. Aylanib o'ynab yuribdi. Bog'imizdan qolgan asorat. Suvni tashib sug'organman bu yerda. Qo'ylarga g'ajit tishib tashlayman. Qo'yni juni ham turibdi. Daraxt uchun. Xullas, ko'kartirishmadi daraxtni. To'xtamay qo'y yedirishdi. Hatto bir marta sudlashgandik. Suddan keyin uradiman, qo'rg'onimni ham rasvo qilib tashladi. Endi bu yerda ayovsiz qo'y haydayapti. Shu yong'oq ekkanmiz 2020-yil boshida. Shu yong'oqdan qolgan. Oxiri bu ham quridi mana. 4 yil, 5 yilda. Alloh o'zing kuch-quvvat sohibisan. Ko'chatlarimiz, pastgacha ko'chat qo'ygan. Birartasini ko'klatishmadi ya. Qaranglar ko'chatlar. 1000 dan ortiq ko'chat ekilgan bu yerga. 3 yil mobaynida. Chuqurlari bor edi. Uzun shilankamiz bor. Shilankada sug'ordik. Samatok qilib. Ko'tarib yurib shilankani uzun bog'da oxirigacha yetadi. Mana havuzimiz bor mana. Suv havzamiz. 50 tonnaga yaqin suv sig'adi bunga. Plyonkalarni olib tushib ketganman. Plyonkalarni ham teshishib oldim. Setka bilan to'sganman mana shunaqa qilib mana. It kirib olmasin, qo'y kirib olmasin qilib. Bu yerga sarflagan pulimga bitta bog' beradi. Tagiga mana eski gilam paloslarni solib, qalin salafani bor solib ko'mib bu yerga. Oxiri beyaz plyonkasi teshilib ketib, bu yoqqa qisqartirib, 2 qavat qilib, bu yerga to'ktirib yurdim 10 tonnadan suvni. Endi bu yerga katta hovuz qilib, ana shu tepa tomonda suv bor. Mashagacha urveni
bemalol samotok kelarkan shularga deb tortsa. Shu adirni tepasiga suv keldi hozir. Shu tepalikka. Endi mana shu kecha samotok keladi. Shuni samotok olib kelishdi. Harakatini qilib, shularga yaqinroq ketadigan bo'ldi. Mana odam bo'lmasa ko'p ketardi. Mendan o'tgan qo'ylar televizorning tagida yuribdi ekan. Telefonim zo'ridan emas, ololmaydi. Shu adirni o'rtasidan menga yer bergan. Tadbirkorlik qilganimga. Pora bermaganimga. Bu yerda suvni mana qilib pulga olib chiqib sug'orib harakat qildim. 3 yil. Qo'yiga yedirib olmaganda men bog'im ko'kmay turardi. Qo'yga yedirib olmaganda. Men kechasi yo'q bo'laman, kechasi bular qo'y boqagan. Kunduzida mana shu yerda bo'lardim men. Xabar olib qo'riqlab turardim. Endi boshqacha ish ko'ramiz, suv kelib qoldi endi. Mana shu yerga bitta qorovul olib ishga. Qorovulni ham bir ish bilan jalb qilib bitta odam bo'lib tursa, kimligini bilib olsak bo'ldi, o'zi davlat hisob-kitob qilib oladi. Endi dehqonchilik qilamiz degan niyatlarimiz bor bu yerlarda. Torg'iz qovun ekib, bu yerda katta yer bor. Xomnon pista, bodom, o'rik, anor, barcha narsani eksa bo'ladigan yerlar bular. Qo'y boqib yuradigan yer emas bu yerlar, lalmi yerlar. Davlat zaxirasida tursa turaveradi buni chiqarib odamlarga tarqatish kerak bu narsani. Odamlar o'zini tikkalash kerak, sharoit qilib suvlar chiqarib berish kerak. Kreditlar berish kerak odamlarga. Bular bermayapti. Hech qaysi idoraga borsangiz, foizi baland kreditni, buni dehqonchilik qilsangiz ham uncha pul topolmaysiz. Dehqonchilikda ko'p pul yo'q bunaqa. Bordir, suv bor joylarda, lekin bunaqa nasosi bor, nasosda suv ichadigan, bir tashib sug'oradigan odamlarga qiyin bo'lib ketadi. O'zini o'zi ham qoplamay qoladi. Yer band turadi, ishiga odamlar ish bilan band bo'ladi. Mana shu yerga suv chiqsa, 20 ta odamni ish bilan ta'minlayman inshaalloh. Mana shu yerga suv chiqsa, 20 ta odamni, 20 ta odamga bo'lib beraman. Menga torg'iz, qovun hamma yo'q, teplisa qilaman o pastga. Ko'chatini qilib mana shu yerga olib chiqib, boshida o'zim turib, ko'chatni tagiga torg'iz, qovun ekib, pista, bodom olsa bo'laveradi bu yerda. Tepasidan 3-4 yilda meva ekilib qoladi pista bodomlar. 3-4 yilda. Bu yerga mana qilib itlar ham baqqanman olib chiqib. Itlarimni ham urib, bezdirib, haydab qo'ydi qo'riqlasin desam. Mana shu narigi betda cho'ponlar bor, 2 ta qo'ra bor. Bu betda 2 ta qo'ra bor. Xullas kalom 4 ta qo'ra mana shu yerda aylanib qo'y boqib yurgan joyiga men chiqib qo'yaman endi. Menga mahna qilib o'zim borligimda kelisha olmaydi. Yo'qligimda kelishadi-da. Mana ahvol. Sveji, shu telesentr tayda yuribdi bu qo'ylar hozir. Kim qo'y bo'lsa. Mana shu yerda kirgan. Ular kechasi bilan ham baqatda qo'ydi. Hozir kun isib ketadi, olib borib dam oldirishadi. Yana kechki payt sekin aylantirib chiqib kechasi bu yoqqa haydashadi. Mayli. Bularga ham xudo bor. Alloh yanida men qilayotgan ishimni qilib ketyapman. Bular ham qilayotgan ishini qilib ketyapti. Hovuzlarimni teshyapti, qo'y kirgizyapti. Hali bir qo'y so'yib olgan savoplarini odamlarga qilib, ehson qilib olgan savoblarini hammasini olib qo'yaman narigi dunyoda ular. Alloh yanida meni bog'im bor xudo xolasa. Alloh yanida. Men o'lgunimcha harakat qilaman. Chunki avlodlarim bor meni. Ukam bor 3 ta. 4 ta farzandimiz bor, o'g'il farzandimiz. 5 ta qiz farzandimiz bor. Ularga tarbiya berishimiz kerak, masjidlarda mehnat o'rgatishimiz kerak. Ish bilan o'zimiznikilarni ta'minlasak ham o'zi 15 dan ortiq odam bor uyimizda. Yana tashqaridan odam ishlatamiz. Biz davlatga foyda keltiramiz kamiga.
Bu yerlarda chiroyli joylar qilamiz. Dam olish maskanlari bo'ladi inshaalloh. Odamlar kelib, shahardan zerikib, adillar tomosha qilib, miyasini dam oldirib ketadi, xudo xolasa. Juda chiroyli attraksionlar qilamiz inshaalloh. Hamma narsa sekin asta bo'lar ekanda. Sekin asta. 4 yil, 5 yildan beri jassinaldik. Dadam bilan birga duo qilib boshladik mana shu yerda, bog'da. Dadam olamdan o'tib ketdi. Dadam tepada bog'i bo'lgan. U bog'da qo'shnilar qaysidir yo'llar bilan o'zlashtirib olib, chiqib dadam ekkan boqqa egalik qilib, turbalarini ham sotib, oxiri yerini kalab, o'tinini tomirigacha chiqarib sotgan. Hozir ashi ekskavatorda manaqa katta daraxt bo'lgan, u daraxt taylaridagi qoldiqlari turibdi, ekskavatordan qolgan qoldiqlari. O'sha yerlarni ham boqqalaman, xudo xolasa betlarni ko'kartirib olaman. Suv hozirgi dunyodagi shunaqa zamonda yashayapmizki, hamma narsani ilojisi bor. Tomchilab sug'orish sistemasini mana mashetlarga qilish kerak mana. Mashetlarga. Mendaqa o'g'il bolalar qiladi uni. Kim qiladi? Yurt ichidan chiqib qilish kerakmi? Qilish kerak emas odamlarga beryapti kreditlarni. U odamlar qilib, chola qilib qaramay tashab ketyapti. Mana biz qilamizda unaqa narsani. Toqatimiz ko'taradi bizni. Biz chunki dehqonni, bog'bonni farzandimiz biz. Hattoki mana yovvoyi mana o'tni ham g'ajitib olganda mana buni ichida. Ko'k narsani g'ajiydi. Buni hashaydi, mana qurigan somonni g'ajimaydi bu mishiq. Mana ko'k bo'lgan narsani hammasini qasratib ketadi bu qo'ylar. Miyasarovka kambayn. Qasirga surgin bir qasir qilib bir yemaganini bir yeb keta oladi. Xullas bu cho'ponlarni ham evoshga olamiz. Kameralar chiqdi hozir qo'yamiz. Atrofda o'raymiz elektr pastoq bilan. Sekin sarmoya kiritib, ana shu yerga kira olishga hovuz qilib olish kerak. Birinchi navbatda ash tepaga suv keldi inshaalloh. Ash hovuzga suv olamiz, bu yoqqa nasos orqali haydab chiqamiz. Agarda butun shularimiz bo'lib qolsa, butun quydirsak, ash tepadan mashakkacha samatok chiqar ekan. Chunki u yer baland bu yerdan ko'ra. 20 metr balandda turadi. Ne uni u yog'iga benzinlimi, salarkalimi nasos bilan olib ketsa bo'laveradi u yoqdagi yerlarga. Xullas kalom shunaqa qilib obod qilishimiz kerak yurtimizni. Men hakanda yana bittalar bo'ta qorani, yana bittalar Qo'rg'on tepani, hamma Teshiktosh, hamma yo'llarda Asaka, Bo'z, umuman biz oblast bo'yicha hamma harakat qilsa, hamma daraxtni ekib qo'yib ketavermasdan menga o'xshab suv qo'yib harakat qilsa, katta darajaga davlat ahamiyatiga ega qilish kerak buni. Davlat ahamiyat bermayapti bunga. Davlat ahamiyat berganda hozir suv tortib bergan bo'lardi menga. 5 yildan beri ko'rib turibdi hammasi mashetda. Anjar rayonida odamlar chiqadi ketadi, kim nima qilyapti, mashetda ko'rib turishibdi. Tashab ketadi deyapti. Yo'q. Bu dunyoda tashab ketganda tashab ketamiz bu yerda. Ungacha harakat qilamiz inshaalloh. Biz adirning nonini yeb qo'ygan ekanmiz-da. Biz tanamiz adirning nonidan katta bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun mana shu adirga qarab kelaveramiz, boq qilamiz deb. Parvardigorni o'zi qo'llasin hammamizni, halolidan bersin. Niyatimizga qarab jahannamdan, jannatdan joy olamiz. Bizning niyatimiz masjidlar chiroyli obod qilib boq qilish. Yaxshidan boq qoladi deb bizdan yaxshi odamlar qatorida qolib boq qolishini xohlaymiz.